Hayatning maqsadi nima? Bir dinsizning hikoyasi. Men hikoyamni universitetga kirgan tunji yildan boshlayman. Bu yilda nurg'un ishlar o'tdi. Ata-anam bir-biridan ayrildi. Men mashina hodisiga uchrab, buningda bir do'stim vafot bo'ldi. O'zimdan so'radim. Men nima ish bu yerda? Hayotning maqsadi nima? Hamda hayotning maqsadidan gumonlanishga boshladim. Men xristian bo'lganligim uchun tekshirishga boshladim. Men cherkovga borib, ko'pchilikning men bilmaydigan bir narsalarni aytayotganligini bayqadim. Shuning bilan meni bearam qilib charchatgan ba'zi savollarni so'radim. Ular mening savolimga javob berish uchun Injilga qaramasdan har biri o'zining qarashi bo'yicha javob berdi. Ularning bergan javoblari farqli bo'lib, hatto ba'zisining javobi yana ba'zisining javobining to'liq aksicha edi. Hatto ularning iloh to'g'risidagi tasavvurotlarimi odamni qoyil qilolmaydigan bir-biriga zid va ojiz edi. Iloh qandoqmi kiristga mixlanib aziyatlarga uchraydi? Shuning uchun men bu yerda masihiylik to'g'risidagi farqli tushuntirishni topdim. Men universitetda o'qigach, Mayqachilash punktida ishlaydim. Mening saboqdoshlarimdan biri Hindi diniga e'tiqod qiladigan hindistonlik edi. Uningdan fil boshliq Hindi ilohining voqeligini so'radim. Yana fil boshliq ilohning o'rniga sher boshliq ilohni tanlasa mumkin bo'lmamdi dedim. Hindi saboqdoshim menga javob bermadi yoki javob berolmadi. Shuning bilan men boshqa dinlarni tekshirdim. Mening bu qitimqi savolim Yahudi dini to'g'risida bo'ldi. Bu din to'g'risidami uzun vaqt izlanib, tadqiqot ilib borgandan keyin ularning iloh haqidagi tasavvurotlaridami xuddi xristian poplariga o'xshash qarama-qarshilik borligini bayqadim. Shuning bilan Yahudi dinida men izlagan haqiqatni topolmadim. Oxirida Budda dini to'g'risida tadqiqot ilib bordim va keyin bu dinni tanlashni ko'nglimga pukdim. Inchga tadqiq qilgandan keyin buning din emas ekanligini, faqat turmushni jalb qiladigan bir yo'l ekanligini tushundim. Bir kuni do'stlarimdan biri mendan mening izlangan dinlarim to'g'risida so'radi. Men uningga o'zimning xristian dini, hindus dini, yahudi dini va budda dini to'g'risida izlanganligimni aytdim. Do'stim mendan islom dini qandoq ekan deb so'radi. Men uningga o'zimning islom dini to'g'risida izlanmaganligimni, men uchun bu dinga turtki bo'ladigan bir ish bo'lmaganligini aytdim. Lekin ma'lum vaqtdan keyin men ko'nglimning masjidni tartayotganligini his qilib, oyog'imni salmayla namoz o'qiydigan joy namozga dastlab masjidga kirib, sajda qilayotgan bir kishining beshig'iga dastlab salg'ili tas qoldim. Ondan qarasam, bir mo'ysipit kishi kulimsirab mening tarafimga kelyotdi. U kishi meni bugun nima degan go'zal kun, "Ey do'stim, ahvolingiz qandoq?" deb qizg'in kutib oldi. Bu kishining meni bundoq qizg'in kutib olishi meni u kishidan savol so'raydigan qildi. Mening ilgari boshqalardan so'ragan, hozir u kishidan so'raydigan nurg'un savollarim bor edi. Meni bek hayron qoldirgani, men ulardan savol so'rasam, ular mening savolimga darhol javob bermaydi. Ular Qur'onni tutib, menga qarindishim, Qur'onni o'qing. Sizning savollaringizdan har qancha qiyin savol bo'lsa-mu, uning javobini buningdan topsiz deydi. Aradan 2 hafta o'tgandan keyin men musulmonlarning biridan "Men sizdan savol so'rasam, nima uchun menga o'z qarashingiz bo'yicha javob bermaysiz?" deb so'rasam, u kishi menga "Biz Allohning kitobidan so'zlayotganda, buningda mening qarashim bo'lmaydi" dedi. Bu so'z menga ko'p ta'sir ko'rsatdi. Ondan men uyda o'qish uchun Qur'ondan bir nusxa oldim va o'qishga boshladim. Buningdagi ahvolning boshqa dillardagi hikoyalarni o'qiganga o'xshamaydiganligini bayqadim. Balki men har oyatni o'qisam, u oyat meni yaxshi ishlarga buyurdi va to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Bir kechasi o'tirib
tağlarning qo'ziqqa o'xshash bo'lganligi, to'ralmaning balyatquda o'sib yetilishi haqidagi haqiqatning dalillari to'g'risida o'ylandim. Ixtiyorsiz, ey Alloh, meni to'g'ri yo'lga boshlasla dedim. Mening ahvolim tamamen o'zgardi. Alloh taolaning meni to'g'ri yo'lga yetaklaganligini his qildim. Chunki mushu koinot o'zining go'zalligi, kattaligi, sistemalik qurashtirilishi bilan paydo qilg'uchisiz, yaratquchisiz paydo bo'lib qilishi aqlga uyg'un kelmaydi. Musulmon bo'lishni qaror qildim va ikki shahodat kalimasini aytdim. Bu ikki shahodat kalimasini aytgandan keyin aqlimdagi shak shubha, qo'rqinchlarning hammasi yo'qoldi. Otam bilan bo'lgan muomalam yaxshi bo'ldi. Men uningga islom dinining haqiqatini bayon qilib, buning tashviqotlarda tarqalayotgan yolg'on bo'htonlarga tamoman o'xshamaydiganligini tushuntirdim. Qur'on mendan shuni talab qilgan edi. Men atamning Alloh xolisa yaqinda musulmon bo'ladiganligiga chin dilimdan ishonch qilaman.